Nimaga bu qimmat arishan deydi? U asli qimmat qo'ylar ishqibozlar uchun, puli borlar uchun. O'shandan aytadi buni daragoy udovольствие deydi. Yaxshi qo'yni olib boqib huzur qilib biladiganlar uchun. Ikkinchisi ketidan daromad, tagi biznes hamma narsani ham. 1 so'm tikkan odam evaziga xatyabi 1,5 so'm yoki 1 so'm 20 ting kutadi. Nima ish qilishni qiladi. Shu qo'yni ham seleksiya qilib, ichidan chiroyli zotni olib, kimnidir ehtiyojini qondirish, yaxshi qo'y boqaman, kimdir sunnat deb boqadi, kimdir ishqibozlik deb boqadi. Ko'plar necha kilo go'sht qiladi deb savol beradi. Bitta kaptar $5000 turadi. Kaptar necha gram chiqar? Bu aslida ishqibozlar shu narxni ko'tarib boryapti. Seleksionerlar majburlikdan oladi. Kimdir bilgan odam bilan maslahat qilib arzonroq varianti bilan to'g'ri seleksiya qilsa, natijaga tezroq erishadi. 30 ta adnotipni sog'liq bo'lib, yaxshi ikkita qo'chqori bor odamga hamma tomonlama yaxshi, boqish ham yaxshi, daromadi ham yaxshi bo'ladi. O'sha qo'chqorlarni huzur, sog'liqlarni huzur qilib boqadi. Haqiqiy ishqiboz bo'lsa, bundan udovольствие deydi-ku, nima deb o'shandan huzur qilib boqadi bu narsani, qoniqtiradi talabini.